Tolib, hozir joning necha pul puling bor? Hammasimi? Hammasi. Necha pul puling bor? To'g'risini ayt. 2000 mi? 2000 pulim bor. Menda 10 ming bor o'rta. Shu qiynalgan payting, puli yo'q payti kimga telefon qilasan birinchi bo'lib? Sanga? Kelchi. Sandan ham olamansanmi? Ha. Menda ham bo'lmay qolsa-da endi. Adamga. Nimaga? Chunki boshqa qiladigan odamim yo'q. Kimdan so'rayman? Kim pul beradi menga? Meni kim tushunadi? Sen ota-onamdan boshqa. O'rtoq, bitta narsani unutmagin. Yaqin o'rtog'ing, ota-onangdan boshqa hech kim senga ishonmaydi. Shuni unutmang. Ota-onam bergan pulini minnat qilmaydi, sen minnat qilmaysan. Boshqa odam minnat qiladi. Menga u narsa kerak emas. Men ko'chada pulsiz qolib ketsam ham, ko'chada qolib ketsam ham begona odamdan qarz so'ramayman. Shu paytgacha so'ramaganman. Sendan so'rashim mumkin, ota-onamdan. Faqat meni ota-onam bilan sen tushunishing mumkin. Baxtimizga ota-onamiz